Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Chiroyli shinam kvartiramiz 2-qavatda joylashgan 120 kvadratli kvartiramiz srochniy narxlarda sotuvga qo'yilyapti. Chiroyli remont texnika mebellari bilan. Xo'p, akalar, uyimizda bitta zal bo'lyapti, ikkita spalni bo'lyapti, bitta oshxona, bitta garderob, hammom tualetlari bilan. Xo'p, endi bu joyimiz qayerda desalaring, Baqachorsida mana shu Marvarid supermarketini ro'parasidagi domlarda. Etaji ham zolotoy etaj, 2-etaj bo'ladi. Xo'p, akalar, jihozlari bilan berib yuborilyapti. 120 kvadrat. Bunisi endi nima? Garderobning. Xo'p, bunisi sanuzil bo'lyapti, mana akalar. Remontlarga yaxshi narsalar ishlatilinibdi. Xo'p, endi bunisi bitta katta zal bo'lyapti. Hamma narsalari bilan shunday kalitlarni berib ish ketaman deyishyapti. Ba'da ham mana bitta spalni bo'lyapti. Chiroyli remontlari bilan. Xo'p, hammaga menimcha narx qiziq bo'lsa kerak. Endi bunisi oshxona bo'lyapti. Oshxona chiroyli remontlari bilan, texnikalari bilan sotib yuborilyapti. Xo'p, 120 kvadrat, 105 ming dollarga kalitini berib ish ketaman deyishyapti. Yana tepasida kelishamiz. Kimga shunaqa chiroyli uylardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveramiz. Bunaqa uylar hali variantda ko'p. Siz ham uyingizni sotish kerak bo'ladigan bo'lsa, bez reklama sotish kerak bo'ladigan bo'lsa ham, bemalol pastdagi ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilib, biz bilan birgalikda sotishingiz mumkin. Hammaga yaxshi kayfiyat, bizni kuzatishda davom etinglar.